Yashash uchun tayyor remontlari bilan mebellargacha patkulch holatda uyimiz sotiladi. Qani birgalikda ko'rib chiqamiz. Kukunnisini qani vahshiy go'zal, katta kiyim bo'lgan. Bemalol choy ichib o'tirsa ham bo'ladi. Bitovoy texnikalari, gilam pardalari ichida. Mo'sh aboylarni qarang. Xonani juda ham yorug' turibdi. Sifatli MDF eshiklar. Birgalikda mehmonxonamizni ko'rib chiqamiz. Divanlarimiz juda ham qulay, televizor ko'rib o'tirish uchun spalniy bo'ladi. Hamma sharoitlari zo'r qilib qilingan, pardalari bor, akfa plastik romlarda, aboylari juda ham yorug', chiroyli. Ushbu uyimizdagi mebellar Fantaziya mebel tomonidan ishlab chiqarilgan. Uyimiz kvadratiga keladigan bo'lsa, 38 kvadrat metr, narxi 31 ming dollar. Binoimiz yaqin domlari 5-qavatda, liftlari bor, bolalar uchun o'yingohlarimiz ham mavjud, zamonaviy. Bu yerda poliklinika, viloyat MIPi, bog'cha, hamma narsa shu yerda mujassam. Narxini eslatib o'taman, 31 ming dollar. Hujjatlarga keladigan bo'lsa, hamma yo'g'i joyida. Bemalol o'zimga murojaat qilsanglar bo'laveradi.